Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan haftalik analizni boshlaymiz. Valyuta paralarida bugun hozir GBP USD da boshlaymiz va daily time ga o'tsak, daily time da hozirgina mana kattagina FV ga shakllantirib qo'ygan mana shu joyda. FV ni belgiladim. FV ni 50% ga kirib, to'liq atrobotga qilib, yana tepaga harakatlanib ketgan. Biza endi eng yaqin buy zona qidirib ko'ramiz 1 soatlik time dan. Bozor uptrend holatida. 1 soatlik time ga o'taman. 1 soatlik time da o'sha daily FV ga kirib kelishida trend shakllantirgan, trendni yorib tepaga harakatlanyapti. Hozirgi holatida ham bizaga 1 soatlik time da down trenddan up trendga o'zgardi va biza bayga qo'shilishimizga bir ikkita sabablar qoldirgan. Xo'p, mana shu sabablardan biri 1 soatda yasalgan engulfingni belgilab olaman. Mana shu engulfing eng yaqin bizaga 1 soatlikdagi buy zona. Kelganda mana shu zonadan bayga harakat qilamiz. Xo'p, bu zonadan qayergacha bayni ushlab borsak bo'ladi. Mana shu holatda stop loss pastda narxni tepaga harakatlanishini ushlab borsak bo'ladi. Xo'p, qayergacha ushlab borsak bo'ladi? 1 soatlik time da qarayman. Xo'p, hamma maksimumni eng yuqorisini tepasiga qo'ysam bo'ladi. Bundan oldin daily time ga o'tib, daily time dan kuzatamiz. Daily time da mana shu joyda BCL shakllantirib qo'ygan. Daily da BCL shakllangan. Mana shu BCL gacha baylarni ushlab borsak bo'ladi. Bu ham bir marta atkat beradigan zona. Mana shu zonagacha bizni bayda ushlab borsak bo'ladi. Eng yuqori maksimumda shakllantirib qo'ygan. Mana shu zonadan biz bayga entry qilamiz. Endi NZD/USD ni ko'radigan bo'lsak, NZD/USD da buni ham daily time da analiz qilishni boshlaymiz. Daily time da bu ham uptrendda, hozirgi holati uptrendda ekan. Xo'p, oxirgi maksimumni yecha olmagan. O'zidan oldingi oxirgi maksimumni yecha olmagan. Bu ham bir marta qaytaradigan zona bo'lgani uchun. Xo'p, mana bu joyda bizaga V shakllantirgan va V ni yorilishida ishtirok etgan FV bor. Mana shu FV dan va mana bu kichkina FV dan bozor tepaga harakatlangan va bu hali ishlamagan. 1 soatlik time ga o'taman. Bunda ham xo'p, hozirgi holatida trendlarni tepaga yorgan, tepaga yorib bir marta ishlatib kelgan. Xo'p, mana bu trend tepaga yorilgan va bir marta bayga ishlatdi. Hozirgi holatida minimumdan pastda turibdi va pastga FV gacha tushib borishi mumkin. NZD/USD da mana shu joyida ani yorgan FV bor va tepasida BCL liquidity ham bor. Engulfing deb olsak ham bo'ladi, 1 soatlik engulfing. Bu bir marta FV ga kirib, FV dan sell ga ishladi. Ikkinchi martasiga ham 50% ni qoplab sell ga ishlashi mumkin yoki tepadagi engulfingdan bir marta sell ga ishlab olsak bo'ladi. Bu pastdagi FV gacha ushlab borsak bo'ladi. Pastda bayga eng kuchli FV ga turibdi. Mana shu zonalardan biz sell ga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Birinchi zona bunisi kelganida, ikkinchi zona tepada turibdi. USD/JPY ga o'taman. USD/JPY dagi holati daily time dan boshladim. Daily time dagi holati bozor kuchli oqish bo'lgan ekan bozorda. Trendlar yorilgan, daily time dagi trend yorilgan va daily dagi mana ko'rsanglar bo'ladi. Trendlar yorilgan, daily dagi hozirda daily FV dan bozor bir marta sell ga atkat olgan va BCL liquiddan bozor tepaga harakatlanyapti. BCL liquiddan tepaga harakatlanyapti. Xo'p, low'ni yecha olmadi lekin hali low'ni yechmadi. Biza BCL liquidni belgilab olamiz. BCL liquidi va 1 soatlik time ga o'tib trend yorilishi yoki qanaqadir sabab izlaymiz bayga qo'shilishga. Bayga qo'shilishga trend yo'q. Xo'sh. Mana shu holatida pastida FV ga hosil qilgan va o'zidan oldingi maksimumlarni narx tepaga harakat yorib kelyapti. Bizga qo'shilishimiz kerak bo'lgan zona mana bu. FV ga kelganda va hozir MSS ham shakllantirgan, MSS va FV dan narx tepaga harakatlanyapti. Hozirgi holatidan ham bayga qo'shilsak bo'ladi. Mana shu holatda.
buni qayergacha, qaysi zonagacha ushlab boramiz? Xo'p. Mana bu soya bilan sweep qilgan zonagacha ushlab borsak bo'ladi. Mana shu soyagacha baylarni ushlab borsak bo'ladi. Dalishi ketishi ham mumkin. Dailyga olib qarasak, dailyda FVG'lar bor. Mana dailyda qaytaradigan BPR zona bor. Balance price range. Mana shu BPR da 50% yoki o'zigacha ham ushlab borsak bo'ladi. Bu USD JPY parasi. USD CAD parasini ko'radigan bo'lsak, USD CADni dailydan o'tib qarayman. Daily time'da hozirgi holatida mana narx FVG'dan pastga atkat olgan. O'chirib tashlayman. Bozorda hozirda dailyda A shakllantirgan va A ni FVG'sidan bir marta selga atkat olgan ekan. Xo'p, hozirgi holati narx xo'p dailyda va mana shu holatda FVG'da turibdi. Bu ham sell FVG'da turibdi. Xo'p. 1 soatlik time'ga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time'da bizaga triple method bor ekan. Triple methodni menimcha hali ishlatmagan. Triple methodni hali ishlatmagan tepadagi sell zona. Shu zonaga kelganda biz sellga atkat sellga entry qilsak bo'ladi. Hozirda trend shakllantirib narx tepaga chiqyapti. Trendni yorib qo'ygan bo'lsa, mana trendni pastga yorgan va retestida turibdi. Hozir ham sell. Xo'p, triple metoddan tepaga qo'ydim stop lossni. Mana shu joyda biz sell likvidi bor. Agar buni yechadigan bo'lsak, dalishi pastgacha ushlasak bo'ladi. Bu bir marta minimum bir marta qaytarib bo'lgan. Bir marta ishlab bo'lgan. Mana shu biz sell likvidini ham belgilab qo'yaman. Biz sell likvidni belgiladim. Hop, mana shu holatda bizaga biz sell likvidi bor. Bu bir marta atkat beradigan zona bayga va minimumda shakllangani uchun ham yaxshigina qaytarishi mumkin. Va mana bu minimumgacha buni ushlab kelsak bo'ladi. Bu USD CAD parasi. 1 soatlik time'ga qaytaman. 1 soatlik time'da mana shu BCL ham bir marta bayga atkat olishi mumkin. Mana shu BCL likvididan bir marta bayga harakat qilishi mumkin. Shungacha biz sellarni ushlab kelsak bo'ladi. Hozirda retest sell bo'lishi kerak mana shu zonagacha. Mana shu haftalik analizlar bilan valyuta paralarida savdolarni boshlab olsanglar bo'ladi. Hammaga omad.